Aka mana Surxondaryoning eng zo'rlaridan keldi yana. Bunaqasi aka topolmaysiz ishoning aka, men qo'ylar qarang. Qo'zilar aka, 11 oylik qo'zilar akalar qarang, 80 kilodan ekan, ishonasizmi? Mana. Zo'rini boqing aka, zo'rini boqing mana. Buni oxirigacha ko'ring, bunaqa narxda aka boshqa joyda topolmaysiz. Tirik vazniga kilosiga ham hisob ko'ring, go'shiga ham hamma tomonlama. Kilosiga mana shunaqa qo'ylar qanchadan chiqarilayotganini bitta ko'ring aka, o'shanda ishingiz tezroq bitadi. Laytni maqlab qo'ying, 100 ta keldi mana. Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanalining muxlislari, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva qo'yish qiladi. O'ta katta 10 oylik qo'zlar eng yiligidan olaman deganlar bo'lsa akalar shoshiling. Xushnudbekka akalar kechagi partiya tugab, yana boshqa yangi 100 ta udordan kelibdi. Xushnudbek 100 ta keldi meni. Assalomu alaykum hojaga, Semiz aka. Damla olib aka, bir kun o'tsam ko'rishdi aka. Semiz, rahmat aka. Ishlar yaxshimi? Rahmat aka. Necha bular baquvvat bular, jonivorlar. Qayerda saqlangan bular? Aka shu Alloh izmi bilan xudo xolasa yaxshi joydan topib olib kelamiz, zo'rlarini aka. Gap bo'lishi mumkin. Bular qo'za ikkitishmasa? Yo'q, hali qo'za aka. Tish buzganga o'xshayapti bular. Mana ular qarang aka. Aka tish buzganni damini berib yuboradi. Lubo odam kelib ustida ko'raversa aka, kelgan odam ustida ko'rib, qo'ylar haqiqatan yirik ekan, kilosini ko'rib, tortib ham beraman. Aytaman, kelib ko'rib olsin deyman aka. Kelgan odam kecha ham ko'rdi, olib ketyapti aka. Og'laganini ushlaydi, tortib beraman aka, og'lasa aka. Vaznni ko'rib oladi. Vaznni ko'rib oladi. Hali yengil ekan, qimmat ekan deb tushmaydi, hisob kitob qilib olaveradi. Sizlar kelib ko'rib olaversan marsan. Bugun hafta kuniga juma akalar, xudo xolasa kecha ham chiqargandik, mana bugun juma 17-oktyabr. Xudo xolasa akalar, mana 100 ta Xushnudbekka keldi. Videoni oxirigacha ko'rasiz, sariq, ola, shu udarlaridan bor aka. Bir 10 tacha antikvar ranglardan bor ular qarang. Kuchli yemini yeb turgan. Aka, gaz bo'lan, bu qarang. Angus bu, Angus aka. Mana qo'ylar aka. Qo'ydim mana, belim mana qarab, qo'lni qarang aka. Mana. Ob'yomni qarang, barmoq qo'ying. Mana aka, qo'ying. Qo'lim 21 aka, mana qarang. Bel aka. Aka, mana shularimiz 80 kilo kam emas. Tortib ko'raveradi. Tortib ko'raveradi kelib turib. Gap bo'lishi mumkin masala. Bitta nechta mana shunisi hozir? Bo'yi ham 80 dan baland ekan bular, ha? Bular aka 80 plus. 80 plus. Tortmaganman yemin hammasini soni ko'p. Lekin 80 dan balandmi men shunaqa ko'ryapman. Endi bitta kichinasi ham bo'lishi mumkin, lekin standart aka 80 plus qo'yim aka. Mashalloh. Ana qo'y aka. O'ta chiroyli sevdim. Kashtan aka, hammasi mana qarang. Mana qo'y nima deyapti aka? Mo'la qarang aka. Buni hech qaysini ko'rsatib bera olmayman aka, mana qarang. Bir xil. Zo'r ekanda hammasi, ha? Bir xil aka. Eng zo'rlari totma qilingan ekanda, qarang mana qarang. Voy mashalloh. Gap bo'lsin. Kechalar tugadimi? Kechagilar aka tugatdi. Namanganda qo'l yengil kelibdi-da akalarimiz, ha? Shukr aka, hammasini tugatdi aka. Gap yo'q, barakasini bersin. Qo'yimiz zo'r. O'shancha sotilib ketyapti aka. Narxi yaxshi-da uka. Narxi yaxshi. Narxi arzon bo'lmasa, kelgan odam olib ketmaydi uka. Narxini yengil qilib beraman aka, mana qarang. Kuch bermaydi aka. Baquvvatmas haqiqatan. Sredniy menimcha 80-75 dan baland chiqaverar ekanda qo'ylar kilosi. Aka. Tirik vazn akalar. Aka, telefon qilgan odamga taroziga ham kelishtirib beraman. Ishonasizmi aka? Qanchadan qo'yib beradi dangali taroziga? 10 ta, 20 ta hayda bo'lsa. Bo'ladigan. 85 ming so'mdan eshiting aka. 85 mingdan. Ana shu qo'y och qorni turibdi aka. 2-3 kun charchog'ini chiqarmayapsiz, ammo hozir chiqyapti. Hozir keldi mana. Kechgacha men realni telefon qilgan odamga 85 mingdan xayrini qilib beraman aka. Gap bo'lishi mumkin. Qo'zilarni 85 mingdan qo'yib berasiz. Xayrini qilib o'tib ham beraman 85 ming. Aka 85 ming so'mdan taroziga tirik vazniga qo'yib berishar ekan mana. Tanlamasdan optim haydab olasiz-da. Aka, qassobga ham o'ynaydigan qo'y emas. Boqaman deydigan odamga 2 oy, 3 oy mehnatini qilsin bo'ldi aka. Oshish kerak emas bunga. Tayyor yetildi deng. Yetildi aka. Bucha oyog'iga qancha bu, Xushnudbek? Oyog'iga aka Mana qarang. 6 milliondan kami bor. 6 dan 6 milliondan kami bor aka. 6 milliondan oyog'iga ham. Bo'ladigan yopishtirib ayting. Bo'ladigani bor, o'tib beraman aka. Xushnudbek kechaga qilib dangal gapiring. Aka 100 ming 200 ming emas. Bozorda biz 6,5 dan kam bor deb qo'yaman baqa. 100 ming 200 mingdan 300 mingdan kam aka. 5 million 700. 5 million 700 mingdan bitta olishsin bor aka. Gap yo'q, yashang. Mana kecha o'shandan. Aka, yana bitta bo'lsa, xayri ham bor, o'tib beraman. Kelsa-ya, ustiga kelib olsa. Ustiga kelib olsa aka. Shuning uchun akalar ustiga. Yana bitta narsa bo'lyapti, aytmay aka. Tushunmaganlar bo'lyapti-da internetda. Bu bitta zo'rini tanlab olib, optim narxida berasizmi deyapti-da. Yo'q aka, endi mana u katta, mana u kichkina. Hisobini qilib olganmiz 100 ta olsak ham aka. Katta kichik qilib. O'shaning hisobini qilib sotamiz aka. Ikkilasini olsa u aytgan narsadan tushib berasiz-da. Ha, tushib beraman aka. Endi zo'rini tanlaydigan bo'lsa, optim narxi qo'shiladi endi aka. Qancha qo'shiladi o'sha? Necha pul qo'shiladi? Zo'ri. Eng zo'ri 6 million tepasida aka. 6 million tepasida. 6 million tepasida aka. Eng zo'rini olsa 6 millionni tepasida qo'shiladi aka, mana. Urug'bobi ham ko'p aka mana shu. Voy mashalloh.
Jullarni ham katta qiyib qo'yildi. O'ziga yarashganini qaranglar ularda. Xudo xolasa bir 2 oyda tish buzadimi shuni? 2 oyda buzaveradi Ha, ikki xudo oyda xolasa. buzadi, ha, o'zi Aka mana 12 oyda. kallasiga e'tibor bering, kallasini video qiling mana. Hmm. Aka ikki tishga buzish kelib bo'lgan o'zi hammasi aka. Lekin qo'zagilar birontasi buzgan yo'q hali. Endi ikkitasi ichida Go'shtni ko'taradigan aka. 5 million 700 ming so'mdan Samarqandgacha urasizmi hammasini? Ketdi bobbar aka. Ha? 85 mingdan o'tib berasiz. O'pdim olsa. O'tib beraman. Taroziga. 5 million 700 dan yana ham xayri bor aka. Yana ham xayri bor. Keling ustida ish bitadi aka. Bu gapirib, maqtab, ming ag'ini ko'rsatib, bag'ini ko'rsat, qulog'ini maqtab, uzunligini Ustida maqtab. kelgan odam aka, tarozini ham ko'ra olaveradi aka. Xudo xolasa taroziga ham qo'yib berilaveradi aka. Mana qo'ydi qarang, mana uni qarang aka. O'sha. Aka mana qarang. Ikkisi kelyapti. Berezini qo'yib ko'ring hojaga. Ha, bu ko'rdim, buni qarang mana hozir. Aka mana qarang, kuch bermayapti. Mana qo'ydi qarang. Angus aka. Bu qarang. Yonboshlating Mana menga. aka mana. Ana shunday qiling. Ilikni qarang, ob'yomni qarang mana. Boqqanga rahmat. 90 ta bitta hozir ha? 100 ta to'liq. 100 ta. 10 dona sarig'im bor, ola bilan aka. Xullas aka keling ishingiz bitadi. Bu bitirib berasiz. Aytganingiz sotmayapsizmi, to'g'rimi? Yo'q, aytganga sotganmiz. Kecha ham ko'rdingiz aka. Ha. 5 million 400 million chiqarganlar 5 million 250 dan berdi. Berildi. Shu aka keling aka videoda chiqarilaveradi. Ba'zi kelib talash tortish olasiz. Otang bozor, onang bozor deydi. Kelib talashing, tortishing aka tushib beriladi. Hech kim aytgan sotmagan. Mana qo'zlar qarang. Bozorda yakka bo'lsa 7 million aka. 80 kilo oshiq mana shu. 80 kilo, 85 kilo kam emas bular aka. Bunaqa. Ha. Bo'yim 1.70 aka. Ko'ra olishursin. Gap bo'lishi mumkin emas. Laykni mixlaymiz akalar, rang-baranglarni ham ko'raveramiz. Birodarlar mana keyingilari. Haqiqiy o'sha kavaga bosilganlarga buni qarang aka. 80 dan kam bo'lmasa kerak bular ha. Bunda katta yilinglar ha bular ha. Katta aka, katta. Buni Mashallah. buni qarang aka, buni qarang. Metrovka mana qarang. Mana qo'ydi. Nechi bu aka? 1.10 bormi uzunligi aka? Buni qarang, mana yo'qolib qoldi. Mana qarang Bu qarang. aka. Ilikda qarang. Qo'lni qo'ying oldi qo'liga. Mana. Ushab ko'ring. Mana. Aka, ko'ryapsizmi aka? Endi uyda qo'yingizni ushab ko'ring-da. Xo'zal aka, buni qarang. Ayyo. Bu novos. 100 kilo go'sht qiladigan shular bo'lar ekan-da, o'zim ha? Jon aka 100 kilo xudo xolasa. Nechta? 10 tami? 10 dona aka, ozgina, sozgina aka. 5 ta sariq, bitta Ozgina ola, bo'lsin. 2 ta ola, 3 ta qora ekan. Aka ana boquvchi odam bir narsasiga e'tibor bersin, buni qarang. Voy mashalloh. Zapasni qarang, zapasni. Aka, bular vashti semiradi. Chut. Mana uni qarang. Voy, mana uni qarang, bitta zo'ri bor ekan. Uruqqa qancha berasiz mana uni? Aka, optim bahosini qo'yaylik, optim narxiga bir 300 ming, 400 ming plus minus bo'ladi. Qancha? Bir bo'lishini ayting buni, ezg'ilamang. Bo'lishini aytaymi? Bo'lishini ayting. 6 million 300 mingdan. Bo'lish narxi. 6 million 300 dan. To'la fakisi. Mana qizillar qarang. Mular qarang, mular qarang. Mular qarang. Nima 6 dan ham desak aka? bo'lmaydimi? 6 dan? Ya 6 milliondan. Bo'lishini 6 dan bermaysizmi? Hammasini? Yo'q, aka qo'yga qarab aytaversin mana. Ya, Qo'yga qo'yga qarab ko'rdim. aytyapman aka. Qo'ylar qarang aka. Taroziga qo'yib berasizmi 85 ni hammasini olsa? Hammasini olishni qo'yib beraman. 10 tasi shunday olsa, Bo'ldi, chiqishiga pul beradi. Bo'l chiqqan pul beradi. 5 million 700 dan to'g'ri kelsa ham berasiz, 6,5 dan to'g'ri kelsa ham Ha, olishadi. u labz aka. Baraka qilinadi. Baraka, baraka. Akalar nima deysizlar aka? Kommentariyga yozing mana. Bu qo'ylar 3 kilo kelib qo'yishi mumkin-da. 100 kilo kelsa 8,5 million qo'yamiz. Aka u. 6 million. 6 dan beraymi bo'pti hammasini? 6 milliondan berolmayman aka. 6 milliondan mana aka mana uzunlikka ham e'tibor bersin. Hammasini qani luboyni aka. Bitta mana shu qo'yma Eng mayda. kichkina shu aka, eng Buni kichkina. qarang, buni qarang. Eng mayda qo'yim shu qo'y, buni qarang. Hojaga xohlagancha go'sht ko'taryapti, ana shu qo'y. Buni qarang, buni qarang, buni qarang. Angus, Angus. Voy mashallah, mana qo'ylar aka chakana katta qo'ymas aka, uni kelib ko'rish kerak, jivoy bo'lardi. 11 oylikda bo'lsa, Aka mana ustini ko'rsin qo'ydi. bering 6 dan. Yo 6 dan kam aka. Kam bo'lib qolading? Ha, kam bo'ladi. 6 million 200 dan. Realni baho qo'yaman, 7 milliondan baho qo'yaman. Opt bozorda bo'lsa 7 milliondan kam bo'ladi. Barakasiga o'tib beradi. Kechagida ishini bitirib yuboramiz. 6 ga bering 6 danga. Yo'q qoch aka. Xalq maza qilsin, dastlabki. Bo'pti bittaga qoch aka 6 million 200 ming so'mdan ketdi. 10 tasi bitta joyga bo'lsa bo'p baraka. 62 dan ha. Ha, hay. O Ko'rib. ikkala olani qanchaga berasiz? Ikkala olani olsa. Ola bilan mana uni, mana shu mana. Mana shu uchalasini olsa. Optim narxiga 300 mingdan qo'shib bersin. 6,5 million. 6,5 milliondan ha. Mana uni o'zini olma 6,5 ga bermayman aka. Eng kattasini ha. Ha. Bering 6 milliondanga. Ya 6 Yer million. Toshkentgacha dastlabki qilib ber. 6 milliondan kam bo'lib qoladi. Bo'lishi 6 million so'rayapman. Ha? Bo'ladimi? Yo'q, bering.
Bo'lish narxi aka eshiting, bo'pti. Bo'ldi bering, keling. Mana, bo'pti, olgan odam maza qilsin eshiting. 6 million so'mdan bo'lish narxi, real narxi 1 so'm kam yo'q, bo'p baraka. Baravar aka, ketdi mana. Hoji aka 6 million so'm. ketdi. 6 milliondan akalar kelib ko'rib olsangiz ham, Sifatli arzon kombinatda bo'ladi. kelish. olib borib aka, olib borib bersa ham yoqadi, kelib ko'rib olsangiz ham xudo xolasa yoqadi akalar qo'ylar. Og'zi yara, oyog'i cho'loq, arriq, turriq, qanday qo'ylar emas aka. Buni qo'ylar qarang. Aka go'shiga moqilay 45 kilodan oshiq go'shi ham bor. Holatiga. Ha, kelib realni ustida ko'ra olaversin. Mana qo'ydi qarang aka, boshqa dunyo yo'q buni. Tumshuqlarni qarang. Ekranda domlalar turib telefon qilib kelaverasiz, xudo xolasa bitta, ikkita, to'rtta oladigan ham telefon qiling, kelishilgan holda bo'ladi akalar. Hammasini sotgan olib kelingan, hech kim aytganiga sotmagan, chiroyli qilib yo'lida qilib beriladi. Sog' bo'linglar.